Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Fadi. Ketirada urib ketadi hozir. Daveringiz ekansiz. Aha. Narishingiz bildingizmi, hurmat qiluvchi? Yo'q. Tartibga solingan pedagoglar, ya'ni Narigi betda edi ular. Narigi betdami akajon? Narigi betda yo'lda edi. yarmi ikki bo'lgan, kameraman bor. Shuning uchun men bemalol burildim. Agar Sizni e'tiroz ko'rib bo'lsa, turib. sudga murojaat qilasiz. Bo'ldi, qog'oz protokoldan Siz bilan bo'laqa muloqotimizni ham yozib oldim deyapti. Mana kameram, bodi kameram sib turibdi aka. Plastikda ham kamera bor. Bo'ldi, aka. Telefon nomeringiz? 95lik 140 50 31 31 95lik 140 31 31. Planshetingizga lekin qo'l qo'ymayman. Sizga xolislar bilan tuzaman. Bo'ldi, anaqa bayonnoma tuzasiz, mana anaqamni yozib beraman, aka. Nimani yozib berasiz? Chunki narigi betda edi, devor bor edi o'rtada. O'rtadami? Aka, men bo'lgan. 20 yillik shofirman. Ko'rdim sizni. Nima deysiz? 20 yillik shofirman. Ko'rdim sizni. Qanaqasi 20 yillik? 38 yoshda. Ha? 38. 20 yillik shofir. Ha? Men sizni ko'rdim, narigi betda kelyotdi 4 ta odam. Bu odam o'tayotgan 2 ta odammi? 2 ta odammi? Mayli, 2 ta odamni orqasidan burildim. Men sizni ko'rib turibman. Mayli, qog'oz bo'ldi, men e'tirozim yo'q. Siz 96 bandi yaxshi. narishini qildi deb o'ylayapsizmi? Qog'oz protokol yozing, bo'ldi, men yozib beraman. Yo'q. Hikmatdan so'rayman, qo'l qo'yasizmi yo'qmi? Qo'l qo'ymayman. Qo'l qo'ymaysizmi? Shu narishini unda e'tirozligi. Yaxshi, salomat bo'ling. Xo'p. Bo'shashsiz yozib tashlaydi. Qolganingizda shtraf yozilmadi? Yo'q, yozmadi. Chunki men narishini qilmadim-da. Hozir narishini qilding, narigi bet mana qarang. Nari odam 4 ta odam o'tayotganga sen yo'l bermading deyapti. Bu odam o'tayotganni orqasidan burildim-ku men. Nari odam 4 tasi o'tib kelyapti, ko'ryapman. Buni turibdi, ko'rib turibman. Bu narishini hisoblanmaydi-da, chunki agar men bu yerda 2 ta o'tayotganni oldidan o'tganimda unda yo'l bermading derdi. Men endi o narigi betdan o'tib kelayotganini poylab turmayman-ku. To'xtab